O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Samarqand shahrida Qurolli Kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralar harbiy bo'linmalarining tantanali piyoda yurish marosimi yuqori saviyada tashkil etildi. Registon maydonidan Ko'ksaroy maydoniga yurib kelgan harbiy xizmatchilarni shahar mehmonlari va aholi katta qiziqish ila kuzatishdi. Ko'ksaroy maydonida o'tkazilgan tadbirda Qurolli Kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralarning harbiy bo'linmalari yagona safda maydonga chiqib, belgilangan tartib va harbiy nizom asosida piyoda yurish orqali o'zlarining jangovar va ma'naviy tayyorgarligini namoyon etishdi. Piyoda yurish marosimi va tadbirlarda Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimidagi viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari ham faol ishtirok etdi. 15-dekabrdan 15-yanvar kuniga qadar yurtimizda harbiy vatanparvarlik oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu harbiy vatanparvarlik oyligidan ko'zlangan asosiy maqsad o'sha yurtimizda Qurolli Kuchlar tashkil topganligining 33 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan bayram tadbirlarini o'sha xalqimizga ulashish, shuningdek o'sha yoshlarni harbiy vatanparvarlik tuyg'ularida tarbiyalash, ularni vatanparvarlik, o'sha vatanga muhabbat tuyg'ularini his qildirish maqsadida joylarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Ushbu ma'naviy ma'rifiy tadbirlar Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan ham tashkil etilib, Milliy armiya ona yurt qalqoni tinchligimiz posboni shiori ostida joylarda ko'plab ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Ushbu tadbirlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha qutqaruv kasbida faoliyat yuritayotgan, o'zini har tomonlama ko'rsatgan, o'sha yoshlarga o'rnak sifatida ko'rsatgan harbiylarimiz bilan harbiylar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Ushbu uchrashuv doirasida o'sha qutqaruvchilar o'zlarining hayot yo'llari, ushbu kasbda qiyinchiliklari, mashaqqatlari haqida o'sha yoshlarga so'zlab berdi. Ushbu yoshlar qiziqish bilan bularni tinglab, ayniqsa o'sha qutqaruv jarayonlarida bo'lgan qiziqarli voqealar, insonning hayotini saqlab qolish jarayonlari, aynan qutqaruvchilarning ichidan o'tgan his-tuyg'ular haqida o'sha yoshlarga so'zlab berganlarda yoshlar aynan qutqaruvchi kasbini egallash, bu kasbni egallash uchun qanday harakatlarni amalga oshirish kerakligi bo'yicha bir qancha savollar bilan murojaat qildi. Albatta ushbu tadbirlarimiz o'zini samarasini berdi desak bo'lag'i bo'lmaydi, chunki o'sha olib borilayotgan tadbirlar jarayonida ko'plab yoshlarni aynan qutqaruvchi kasbiga egallashga bo'lgan qiziqishlar uyg'otdi. Bundan tashqari o'sha harbiylarimiz farzandlari bilan, ya'ni o'sha harbiylar farzandlari o'rtasida ularga harbiylarning farzandlariga beriladigan imtiyozlar, ularni tavsiyanomasida o'qishga kirganliklarini aynan harbiy kasbda ham o'sha joylarda targ'ibot qilish maqsadida mening dadam harbiy xizmatchi kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Bu tadbirlarni o'sha ta'lim muassasalarida tashkil etilganligi o'sha yoshlarni o'sha harbiy kasbni egallashga bo'lgan qiziqishlari ortib bordi. Bundan tashqari o'sha favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, uning shahar tuman bo'limlari tomonidan joylarda faxriylarni e'zozlagan holda o'sha 3 avlod uchrashuvlar tashkil etildi. Unga o'sha yillar davomida sohada ishlagan, hozirda nafaqa gashtini surayotgan faxriylarimiz jalb etilib, ular yoshlarga o'zining bosib o'tgan mashaqqatli yo'llari, o'sha kasbni o'ziga yarasha bo'lgan qiyinchiliklari, sir-sinoatlari, bu kasbda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xato va kamchiliklar haqida ham o'sha yoshlarga so'zlab berdi. Bu albatta yoshlarimizni hayotida katta bir dars yoki bo'lmasam hayot maktabi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu kabi tadbirlar mana ko'rib turganlaringizdek bugun ham o'sha Samarqand shahrida o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlarning kuch tuzilmalari, shaxsiy tarkiblari ishtirokida harbiy yurish marshi bo'lib o'tdi. Ushbu harbiy yurish marshi biz Samarqand shahri ahlini juda ham ko'p qiziqishini uyg'otdi. Shu ko'ryapmizki, barcha fuqarolar, yoshlar ko'chaga chiqib olib harbiylarning yurishlarini bir ichida bir his-tuyg'ular bilan kuzatayotganligini guvohi bo'ldik. Bu albatta yoshlarimizni aynan shu harbiylikka, harbiy sohaga bo'lgan qiziqishlarini oshirib bordi.
Tadbir davomida vatanga sadoqat, harbiy burchga sodiqlik, jasorat va fidoyilik kabi yuksak qadriyatlar ulug'landi. Shuningdek, qurolli kuchlarimiz tashkil topganidan buyon bosib o'tilgan shonli yo'li mustaqil ona diyorimizni himoya qilish orqali amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va erishilayotgan yutuqlar alohida ta'kidlab o'tildi. Tantanali piyoda yurish marosimi bayramona kayfiyatda, ko'tarinki ruhda o'tkazilib, unda ishtirok etgan harbiy xizmatchilar va tomoshabinlar uchun unutilmas taassurotlar qoldirdi. Mazkur tadbir vatan himoyachilariga bo'lgan hurmat va ehtiromni yanada mustahkamlash, yosh avlod qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytirishga xizmat qildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining shaxsiy tarkibini ish faoliyati bilan tanishadigan bo'lsangiz, bizlarning faoliyatimizda 4 ta guruhimiz bor. Yong'in qutqaruv guruhi, keyin badalaz guruhimiz bor, ayizgi guruhi bor, ximik guruhi bor. Bularning o'z vazifalari bor. Har bitta favqulodda holat bo'lganda har bitta kuch vositasi birgalikda chiqib boriladi. Ya'ni yong'in qutqaruv guruhi chiqqan vaqtimiz yong'in bo'lgan joyiga, voqea joyiga tezda yetib borilib, o'sha yong'inni bartaraf qilish uchun o'rab olinadi. Yong'inni bartaraf qilib bo'lgandan keyin, yong'inni o'chirgandan keyin unga ekspertiza xizmati yetib boriladi. Yong'in nimadan kelib chiqqan sababini o'rganish maqsadida ekspertiza borgan vaqtda o'sha yong'inni o'chog'i qayerda yong'in bo'lgan, o'shani aniqlaymiz. O'sha aniqlash jarayonida bizlarga test degan priborimiz bor. Bu yong'in joyini qayerda yong'in o'chog'i bo'lsa, o'sha yerda ko'rsatib bera oladi. Ya'ni o'sha yong'in bo'lgan joyda temperatura yuqori bo'ladi. O'shanga qarab biz aniqlaymiz. Bu temperaturani o'lchab beradi. Ya'ni o'sha yong'inda nima sababdan yong'in chiqqanligini aniqlashimiz uchun yoki elektr simidan qisqa tutashuv bo'lganmi, chaqnash bo'lganmi yerda nima bo'lganini aniqlashimiz uchun mana shu apparatlardan foydalanamiz. Bu apparat elektr simidan chaqnash bo'lgan vaqti, elektr simida qisqa tutashuv bo'lgan vaqti aniqlab beriladi. Ya'ni elektr simini olib ulanadi. Bu o'shanda qayerda bo'lgan bo'lsa, o'sha joyda aniqlab beradi. Kabel erigan bo'lsa, o'sha yerni kesib olamizda, keyin laboratoriyaga olib kelib o'zimizda test qilib qo'yamiz. Ya'ni apparatlarga solinadi, ko'riladi. Haqiqatan agar zamikayin qilib berilgan bo'lsa, simlarning ichida utochka bo'lib qoladi. Bizlarning ya'ni RXBZ yo'nalishimiz bor. RXBZ yo'nalishida radiatsion kimyoviy tibbiy biologik muhofazani tashkil etish bo'limi, ya'ni kimyoviy zaharli moddalarda qanday bartaraf qilish kerak? Ya'ni ammiak olib ketadigan silindrli bochka yorilib ketdi, u ammiakni qanday dezinfeksiya qilish kerak? Bir vaqt o'zida o'sha RXBZning bolalari boradi, maxsus kiyimda, A toifadagi kiyimni kiyiladida, yonidan yong'in qutqaruv ekipajimiz boradida, ustidan yomg'ir qilib suv sepib turiladi. Ammiakni suv bilan zararsizlantirilib, bizlarda bandaj qo'yilib, o'sha to'shkani yopiladi. Agar xlor chiqadigan bo'lsak, suv bilan dezinfeksiya qilinadi. Bizlarda tog'da qidiruv qutqaruv guruhimiz bor. U tog'da qidiruv qutqaruv guruhi o'sha tog'larda sayohatga kelganlar yoki zilzilada bir favqulodda holat bo'lgan vaqtda o'sha qidiruv qutqaruv guruhlari ishda olib boriladi. Suvda qutqaruv guruhimiz bor. Mana yozlarda bilasiz, mumkin bo'lmagan joylarda cho'milishadi. U cho'milishlar natijasida fuqarolarimiz cho'kib ketadi. Ya'ni o'sha tashqari plus 35-40 gradus bo'lgan vaqtda suvga tushamiz. Vaholanki suvning yuza qismi iliq bo'lgan bilan ostki qismi sovuq bo'ladi. Tushgan vaqtda qon tomiri tortishilib, qo'l harakati battan so'ng to'xtaydi. Keyin suv tagiga kirib ketish natijasida suvga cho'kadi. U cho'kkandan keyin bizga beriladi. 101 ga xabar beradi. 1050 ga telefon qilib vizit beriladi. Biz voqea joyida o'sha qutqaruvchilarimiz chiqib borib, o'shalarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatiladi. Ya'ni jabrlangan, cho'kkan odamni o'sha tushgan joyidan surishtiruv ishlarini olib borib, bizlar borib qog'ozlarimiz o'sha chuqurlikdan olib chiqadi. Agar bordik, o'sha vaqtda cho'kayotgan vaqtini ko'rsak, uni cho'kayotgan vaqtida uni olib chiqadigan yo'nalishlar bor uni. Tibbiyot xizmati keladi ekstern holatda. O'zimizda otryadimizda tibbiyot xizmatida ishlaydigan tibbiyot xodimlarimiz bor. Tushadida o'shani qutqarib olib chiqib birinchi tibbiy yordam ko'rsatiladi. Mana bu apparatimiz RXBZda gaz analizator deyiladi. Bu gaz analizator zaharli moddalarni aniqlaydi. Gaz analizator deganda mana shu chuqurlikda qolib ketgan bio gazlar bo'ladi-da. Mana koloduslarda har xil keladi. O'shanda qaysi gaz, nima gaz, o'shani to'liq chiqarib beradi. Mana bu MKSimiz radiatsion kimyoviy tibbiy biologiyani alfa, beta, gamma nurlarni aniqlaydigan apparat bu. O'sha qo'rg'oshinli kiyimda kiyiladi. Kostyumimiz bor alohida bu masala anonsi bilan. Bu kiyim RXBZning kiyimi bu maxsus kiyim hisoblanadi. Bu bir toifadagi kostyum bu. O'sha
voqea joyiga hibzi kiyib chiqiladi. Voqea joyiga chiqqan vaqtda kiyilib bemalol ishlatiladi. Bu kimyoviy zaharli moddalar, ammiak, xlor o'shalarga kiyiladi. Ximический kiyim. Harbiy vatanparvarlik oyligi doirasida viloyatimizda bir qator ma'naviy ma'rifiy targ'ibot tadbirlari ham tashkil etilmoqda. Jumladan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi huzuridagi malaka oshirish markazi hamkorligida Milliy armiya bizning sharafimiz va g'ururimiz mavzusida tadbirlar o'tkazildi. Ushbu tadbirlar nafaqat vatan himoyachilarining jamiyat hayotidagi o'rni va milliy armiyamizning shonli tarixi bilan tanishish, balki yosh avlod qalbida vatanparvarlik, fidoyilik, jasorat va mas'uliyat tuyg'ularini mustahkamlashga qaratildi. Tadbirlar davomida ishtirokchilar harbiy xizmatning sharafli jihatlari, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari va favqulodda vaziyatlar organlari xodimlarining mamlakat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni va jasorati bilan yaqindan tanishdilar. Hozir Samarqandda 14-yanvar munosabati bilan katta tadbirlar bo'lyapti. Bu tadbirga biz o'z qiziqishlarimizni va boshqa narsalarni o'rganib olyapmiz. Favqulodda vaziyatlar chiqib qolsa, shunda qanaqa maslahatlar berishni, nima qilishni, birinchi qanday yordam berishlarini hammasini o'rgatyapti. Misol uchun, yong'in chiqqanda birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatishlar, yong'inlarni bartaraf etish va boshqa ko'nikmalarni oldik. Bundan tashqari harbiy akalarimiz ham o'z qurollarini olib kelib, aholiga har xil narsalarni o'rgatib, kelajakda biz qiziqishlarimizni uyg'otishga va biz mana shu sohaga kirishimizga katta sabab bo'ldi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan taqdim etilayotgan jismlarni qanaqa ishlatilishini, ko'rgazmada ishlatilishini va qandaydir favqulodda vaziyatlarda kerak bo'lishini bilib oldik. Bizlar o'zimiz ham bu akalarimizga ishonib va katta hayotda qadamlar tashlashni o'rganyapmiz. Men ham o'zimning qiziqishlarimni bildirib, kelajakda shu akalarimizga o'xshagan mard qutqaruvchi bo'lishga harakat qilamiz. Shuningdek, tadbir davomida xizmatda foydalanadigan asbob-uskunalar yig'ilganlarga namoyish qilinib, aholi va hududlar xavfsizligini ta'minlashdagi mas'uliyatli, mashaqqatli ammo sharafli vazifalari hamda o'zlarining kasbiy tajribasi, qiyinchiliklar hamda jasoratlari haqida ishtirokchilarga batafsil tushunchalar berishdi. Tadbirda yoshlarni qiziqtirgan savollariga batafsil javoblar qaytarilib, ularning qalbida vatan taqdiriga daxldorlik, milliy g'urur, mas'uliyat va vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Mazkur tadbirlar nafaqat yoshlarni tarbiyalash, balki ular orqali milliy armiyamiz va favqulodda vaziyatlar organlariga bo'lgan hurmatni kuchaytirishga, ijtimoiy mas'uliyat va jamiyatdagi birdamlikni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Samarqand viloyatimizda juda katta bir tadbir, ya'ni bugun 14-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan harbiy paradda bugun butun harbiy kuchlarimiz shu bilan birgalikda bevosita favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan harbiy va favqulodda holatlarda yuzaga kelayotgan jarayonlarni birlamchi yordam berish tizimida o'zida mavjud bo'lgan qurol aslohalari va birlamchi texnikalar bilan bevosita ta'minlangan jarayonni bugun talabalar bilan birgalikda jonli namoyish qilgan holatda ko'rishga bizlar tashrif buyurdik. Bu ishonamanki, talabalarda juda katta bilim va tajriba va qanday qilib bugungi kundagi yurtimizda amalga oshirilayotgan favqulodda holatlar vaziyat tomonidan tashkil etilgan amaliy jarayonlarning birlamchi namoyishi deb hisoblayman. Bugungi kunda talabalarimiz asosan amaliy jarayonlardan o'zaro suhbatlar jarayonida o'ziga birlamchi ko'nikmalarni hosil qildi va favqulodda vaziyatlarda qanday qilib o'zlarini tutishligi, birinchi favqulodda vaziyatlarda dastlabki yordamni kimga murojaat qilib olishni o'rgandi.
Shuningdek, shahrimizdagi Prezident maktabida tashkil etilgan Vatan tuyg'usi barcha narsadan qadrli mavzusidagi suhbatda sport ustasi, O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi, Jahon va Osiyo chempioni kichik serjant Ruslan Zakirovning ishtiroki yoshlar uchun haqiqiy ibrat maktabi bo'ldi. Suhbat davomida ular vatanparvarlik, yurtga sadoqat, sport bilan do'stlashish orqali maqsadga intilish hamda yoshlar tarbiyasida sog'lom turmush tarzining ahamiyati yuzasidan fikr almashishdi. Ishtirokchilar sport va harbiy xizmatning bir-biriga bog'liqligi, shaxsiy intizom va jamoaviy ruhning yoshlarni tarbiyalashdagi o'rni kabi kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Bundan tashqari 3 avlod uchrashuvi doirasida faxriylar, harbiy xizmatchilar, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari va yoshlar ishtirokida mazmunli muloqot ham tashkil etildi. Uchrashuv davomida vatanga sadoqat, harbiy burch, jasorat, fidoyilik va yuqori axloqiy qadriyatlar haqida so'z yuritildi. Faxriylar xizmat va hayot yo'lidagi orttirgan tajribalari hamda ibratli voqealarni yoshlarga aytib berdilar. Tadbir ishtirokchilari o'zaro suhbat davomida o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar orqali harbiylik kasbi va favqulodda xizmatlar xodimlari xizmatlarining murakkabliklari, qiyinchilik va shonli yutuqlari haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Biz bugun 14-yanvar Vatan himoyachilar kuniga kursdoshlarimiz bilan shu munosabatda ekskursiyaga domlalarimiz bilan birgalikda keldik. Biz bu yerda favqulodda holatlarda qanaqa yordam ko'rsatilish haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Tadbirlarni o'tkazib berishimiz uchun katta imkoniyatlar yaratib bergan prezidentimizga kattakon rahmat deymiz. Qadamingda o'tchaqlar, liboslaring yarashar, ko'rganlar havas qilar, O'zbekiston askari. Men ham katta bo'lsam askar bo'laman. Vatanimga xizmat qilaman. Tinch uxlar bolajonlar, tinchdir keksa yuqori, chunki doim xizmatda vatan himoyachilari. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tashabbusi bilan Milliy armiya ona yurt qalqoni, tinchligimiz posboni shiori ostida mening dadam vatan himoyachisi mavzusida davra suhbati ham bo'lib o'tdi. Unda tajribali harbiy xizmatchilar, ularning farzandlari va maktab o'quvchilari ishtirok etib, harbiy xizmatning naqadar sharafli va mas'uliyatli kasb ekanligi va bu har bir yigitning muqaddas burchi ekanligi ta'kidlandi. Shuningdek, vatan himoyachilarining kundalik faoliyati, mardlik va fidoyilik fazilatlari haqida ham batafsil tushunchalar berildi. Tadbirlar doirasida Samarqand shahridagi yoshlar markazida mardlik, jasorat va sadoqat shiori ostida yoshlar festivali ham tashkil etildi. Hozir biz Qalqon jamoasi hamda talaba yoshlar bilan paradga keldik. Xo'sh, masalan, o'z sohamiz bo'yicha bu yerda davlat organlarida ishlatilayotgan narsalarni ko'rib, masalan, kiber xavfsizlik bo'yicha shu narsalarni ko'rdik. U juda samarali chiqdi. Hozir tadbirda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ham keldi. Masalan, biz ularda ko'rdik, yong'in bo'lganda qanday birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kerakligi hammasini bizga tushuntirdi. Keyin asosan o'zim qiziqqanim uchun informatiklar, ya'ni davlat xavfsizligi aloqachilarini ko'rdik, chegarachilarda. Ular aloqasi qanday kuchliligi, chegarada aloqa uzilganda qanday tez yordam berishi hamda chegara buzilgan holatlarda qanday ular u yerda aniqlab bir zumda borishligi hammasi haqida ma'lumot berdi. Qiziqishlarimizni orttirdi. Kelajakdagi maqsadlarni o'z sohamni bitirib, men ham kiber xavfsizlik dasturlash sohasi bo'yicha ketaman davlat organi sifatida. Tadbir doirasida favqulodda vaziyatlar xizmatlariga tegishli maxsus texnikalar, zamonaviy asbob-uskunalar va qutqaruv vositalari namoyish etilib, yoshlar ularning amaliy imkoniyatlari bilan yaqindan tanishtirildi. Shuningdek, festival davomida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, targ'ibot uchrashuvlari, vatanparvarlik ruhidagi kuy-qo'shiqlar ijro etilib, sahnalashtirilgan chiqishlar tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. O'tkazilgan ko'rgazmali namoyishlar yoshlar orasida katta qiziqish uyg'otib, ularda vatanga muhabbat, fidoyilik va mas'uliyat tuyg'ularini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.